hamma narsa bor. Menimcha kiyimlar, ayollarga kiysivalarni ko'rganim yangilik bo'ldi. Ya'ni Zo'r, menga yoqadi. Har doim omad tilayman. Umraga oid topolmagan narsam bo'lmadi. Hamma narsa bor. Yangi daraja bu umra bo'yicha hali unaqasi bo'lmagan. Umra City loyihasi haqida birinchi marta eshitgan paytimda bunaqa tasavvurga ega bo'lmaganman. Chunki bunaqa tasavvurga ega bo'lish uchun oldin xuddi shu Umra Cityga o'xshagan joy bo'lish kerak. O'sha joyni ko'rgan bo'lishimiz kerak. O'sha narsadan xulosa qilishimiz kerak. Bu O'zbekiston bo'yicha eng oldi turkompaniyalardan katta, ya'ni pog'onada chiqishmoqda Safo Marvani yana bir qadam oldinga harakat qilayotganidan darak beradi. Bitta kelgan odam, turib paket sotib olgan odam, polniy ishi bitib ketar ekan. Zo'r, Safo Marvani xudo xolisa, inshaalloh eng zo'ri. Bu Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan loyiha hisoblanadi. Umra City loyihasini tashkil qilishda asosiy maqsadimiz odamlarga, ziyoratchilarga qulaylik yaratish maqsadida, odamlarning og'irini yengil qilish maqsadida yaratilgan. Umra City Toshkentda menimcha yangilik deb o'ylayman. O'zbekiston bo'ylab juda katta o'zgarishlar bo'libdi. Omadinglarni bersin, kasbkoringlarga, umringlarga, rizqinglarga, ro'zg'orlaringizga Alloh baraka bersin. Haqiqatan qatga chiqqan bo'lsam, hali unaqa proyekt ko'rmaganman. Kutganimdan ham a'losini ko'rdim. Juda ham omadinglarni bersin. Ilohim ishlaringlar rivojini bersin. Hammanglarga ming rahmat. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan bo'ldi. Safo Marva tur sizlarni ruhiy burilish nuqtangiz.